Mana bu uzuk bo'g'im xudo rahmatini uzugi. Bu uzugi taqasan-ku, ko'rinmas bo'lib qolasan. Nima demka bo'ylasan? Men nima qilayman? Shuni senga sotmoqchiman. Bittaroq pulni bersang bo'ldi. Hay shu ko'rinmas bo'lib magazindan o'g'irlasang bo'lmaydimi? Men harom yeb o'rganmaganman. Sen menga aroq pulni ber bo'ldi, ma. 15 ming bittaroq aytar. Rahmat Ismat, xudodan top. Hay. Shunda o'zi ko'rinmas bo'laman bunda. Ko'rinmas bo'ldimmi? Ha? Endi ko'rindim. Endi ko'rinmas bo'ldim. Endi ko'rindim. Nereye gidiyorsun? Tuvalete? Ay bak. Günde 5 marta kiradi. Nima qilsa ya tuvaletda? Mana bu ko'raylik. Hayotim qiyinlashib ketdi, onasiga aytsam. Men hayotga ustiman bunday. Dadam kelib qolmasin yana. Chakib hech kim gapirmasin. Ha! Mana yoshirib sigara chaqayapsanmi? Mana yoshirib sigara chaqayapsanmi? Dada, qanday o'zi birdan paydo bo'ldingiz? Qanidan ana uzugi sotib oldim. Darrov puli ham. Yo'qlar. Qani siz? Dada. She'rdaman. Mana. Ko'ryapsanmi? Zo'r narsa. Nima demka bo'l ekanini buni topsang. Qaytib sigara chaqib olmaysan. Chaqsang o'ldiraman. Nereden geliyorsun? Jo'rlarim bilandim. Olib kelib bu uzuga qaytib olganing ko'rmaydi, tushundingmi? Yomon maqsadda foydalanish mumkin emas. Tushunding? O't yo'qar. Men o'zib kelaman. Qayerga ketyapsiz? Bozorga borib kelay, bir bozorga ketib kelay. İbi. Молодец. Turn in the bitch ass niggas. I'm sick of being stuck in the county jail. My niggas clown, bring a pound when they close that bell. UFC'ga chiqadi biz o'g'il nasib bo'lsa. Ankalayib bilan qo'yaman bacham. Till I die. You wonder why I made this way. I wasn't turned out. Yana bir oydan keyin odam zotur olmaydi mani bacham. To'mirida temir bor buni. Davay. Qara, hamsiyani bachasiga qara, turbani urib o'tiribdi. Ana shu bacha chempion bo'ladi. Bos, Zokirjon, bos. Hamsi shu deysiz kecha bacham Dog'istondan keldi. Nimaga? Habib bilan trenirovka qilyapti. Habib partiyaga olibdi. 7 ta nasib bo'lsa bacha Amerikaga ketyapti. Nimaga? UFC'dan kontrakt tushgan. Kontrakt o'ylasam nasib bo'lsa Ankalayib bilan qo'ygan. Ankalayib bilan shu qonma-qon jona-jon urishadi bacha. Bitta tayyorlantirmabsiz-da bachani. Nima ya? Granta. Azlash. Hamsiyani bachasi bilan urishasam? Yo'q. Nimaga? Sen qator bacha-ku ya. Qo'y qamamda 10 yildan beri trenirovka qilib, o'ldiradi meni. Nimaga qo'rqasan? Nimaga? Urishasan. Urishasanmi? Davay. Turgansiz. O yer ichida. O'ying uradi mani bacham, o'ldiradi. O'ldi. Astag'firullah. Bacha zo'r bilan urishi zo'r bilan. Turing, o'lmang. Tomirida temir bor buni. Menga qara bacha. Agar tayoq yeysan, ana shundan yana 10 ta yeysan, tushundingmi? Urdaman. Men qanday bo'lsa ham ur bachani. Bacham zikro, qayn bacham. Katta hurmat. Hurmati bu hamsiyamiz qiladi. Professional bilan ko'cham bachasini urishga qo'ymasalar-da. Davay. Men orqaga qarab turaman bacha, tayoq yeyishini ko'rasin demang. Davay bacham ur, davay. Urdi. Молодец! Urdi, tirishtirdi mana. Voy, bile Ankalayib yedik-ku. Dada, men fokus qilishni o'rgandim.
Malades bacham, endi nima bo'ladi hozir bu yerda? Dada, men bu fokuslarim bilan endi maktabga borib pul ishlayman. Bachchalar oldida pulni olaman qo'ldan. Xohlasangiz sizga bir ikkitasini ko'rsatishim mumkin. Ko'rsatgan bir ikkitasini ko'raylik qani, qo'lingdan nima keladi? Mana. Voy, onang yengil. Qanday qilding bacham? Bu sachoqsiz chalg'itish uchun dada, u kutilmagan zarba beraman-da, shlyapani ichidan olib. To'xta unda bacham. Hozir G'anini chaqirib kelaman, shu fokuslarni G'aniga ko'rsat. G'anijon, o'g'lim bor-ku, shu o'g'lim. Ha. Fokuschilik o'rgangan. Ha. Shunday fokus qiladi, hayron qolasiz. Qani bitta ko'rsatsin qani. Как раз bitta yangi fokusim bor. U uchun menga G'anaka kerak bo'ladi. Hali hech kim ko'rmagan u fokusni birinchilarda ko'rsataman. Voy, bu, voy! Yomon o'rgansiz, voy! To'xtanglar. Meniki emas-ku bu. Kimiki unda? O meniki-ku. Yana bitta fokusim bor. Bu 100% o'xshaydi mana. Hoppa! Ko'rdingizmi? Bas balonlari 200% sifat nazorat. Undan tashqari jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Ham 4 ta fasl chidamli. Zo'r probegan beradi. Qalay? Ana bu foydali lekin bacham. Malades. Ko'zim o'tmaydi, nimani olib kelgan tutib o'tir. Hozir chasvak chuqurini ko'zim ko'rmaydi mani. Hozir ventilator shamol berib turasanmi endi? Aytmadingiz-ku nimaligini? Ana bu chuqur qarong'i. Nima kerak ana shuni ko'rishim uchun? Televizor olib kelaymi? Televizor bilan ko'raman. Buni fanarmi? Ha, Aqa aytingda shuni. film qo'yishmaydi. Fanar. Ha, ana shuni olib kel. Ana shunasi, ana topding. Qani tutgan bacham. Nima matut? Yuzim matut dedimmi? Herab tuyqay. Chasvaga tut, chasvaga. Ha, u yo'qmi? O't, Renesans ofisiga borda nimani olib kel? Nima deydilar? Ha, hozir. Ana dada olib keldim. Nima olib kelding? Axay nimaligini aytmadingiz-ku. Renesans mikromoliya tashkilotiga borib mikrokredit olib keldim. Shunday bordim. Sirojni o'zlari ortiqcha bosh og'riqsiz ana tadbirkorlik faoliyatingiz uchun yoki o'z ehtiyogingizni qondirish uchun 3 oydan 36 oygacha 3 milliondan 300 milliongacha pul berib turgan ekanlar. Shuni olib keldim. Ana u garovli yo garovsiz olsangiz ham bo'lar ekan. 60 million oldim-da shundan. Onang yengil. Oman senga kredit olib kelganim yo'q. Ana nomer vizitka olib keldim men senga. Ha, shu aytib bilayotganingiz-ku vizitka deb. Shuni aytsangiz men borib kredit olmaydim o'rda. Mama bodinda fedela Passate in balbashu Del nabandi mosa Nima qursansiz bova? Buving olib kelyapman-da, shunga xursandman bacham. Buvim o'lganlarga 300 yil bo'ldi-ku. Yangi buving, yangi. Yana bir qari amir momani surrab keladi-da bo'ya. Ana bachalar, buvlaringiz. Ana tanishinglar, Sveta. Tanishing buvisi. Ana bu Zokirjon, ana bu Jabborjon. Ikkovi ham erka nevaralarim mana bular. İbik, o Temur buva, navara kelin mübarek. O Chori buvi, navara kelin sizda bo'ladi. Bizda xotin. İbik kimi xotini? Zokirjonning xotinimi? Yo'q. Ha, Jabborjonning xotinimi? Yo'q. Unda kimi xotini? Mani xotinim. Sizi? Ey, Chori buvi, ko'p aylanmang, ko'z tegadi, ko'p aylanmang. Temur buva qarasangiz ham bilasiz. Siz qo'ying, qo'ying. Mo'l bozorga chiqsangiz ham zo'r-zo'rlar. Yo'q, Ey, menga qarang. Oti kim buni oti? Sveta. Sveta, ay, Sveta ham o'zi ham bilandingki Sveta ekanda. Ey. Menga qarang, qayerdan topdingiz buni? Shunda ertalab turdim. Eshigi ochsam, savatda turibdi, onasi tashab ketibdi. Nima qilar? Gap o'ldirasiz. Bo'lmasa shuni onasiga ayting, meni ham darvozam oldiga bitta savatda tashab ketsin. Zokirjon, Jabborjon, kim meni oyog'im o'qalasa, bitta chupa-chupis beraman. Bova Jonathan chupa-chupsiz bor-ku, har doim chupa-chupsiz. Men o'qalanman, mana nima o'qalasiz. Mana o'qalamayman, sas ketgan shuni oyog'ingiz. Unda hay, buvlaringiz oyog'ini o'qalanglar, men rujni beraman. Ko'chalar istab ko'rmasin bachalarim. Rahmat, mama. Endi mana 90 da qarshilagan Temur bova, qanday qilib shu yoshda yosh qizga uylanish mumkin? Endi o'zimiz qarib bo'lsak ham, ko'nglimiz yoshda. Jim o'tiring qani? Jim? Siz ham intervyu berasiz hozir? O'zimiz yoshda, shuning uchun.
Ты вообще меня любишь или нет? Lubish buvisi, lubish. Sevganingizda romantika qilardingiz. Romantika qilaman hay. Nima qilish kerak romantika qilish uchun? Yaxshi ko'rsangiz bitta salto otib bering men uchun. Men salto toshmoqchiman bachalarim. Asıl jillimisiz bo'lmay qarang qani. Shu yoshda endi sal toshaman deb o'ylangan yerda qilib. Shuni ayting. Hay, buning uchun oshmoqchiman-da. Bitta bu uchun endi o'lib ketasiz o salto to'taman. Men qarang boshqa bu topamiz salto so'ramikonda. Nima qilasiz? Men baribir sevgim uchun salto toshaman bachalarim. Sveta, Temur buva bu dunyodan udalib, narki dunyoga saqlanib. Temur buva o'rniga endi Chori buva zamindan. Hayotingizga endi men keldim, jonim. Nokirjon, Jabborjon, turinglar bacham amakilar, kelibdi kutib olaylik. Ama kim yo'q-ku bizlarda? Endi bor, turinglar kutib olamiz. Baba, to'xtang qani? Qani amakim? Mana amakim bacham. Lekin jamoamiz oilamizda bo'lib turgan situatsiya umuman tushunmayapman. Men ham tushunmay turibman. Buvim bizlardan kichkina bo'lsa, amakim endi tug'ildi. Onasini ham oilamiz paraganda bo'lib ketibdi-ku. Aka, lekin bitta yaxshi taraf bu. Ikkita amakim katta bo'lgandan keyin bizga ish buyurmaydi. Bizlar zo'r biladi. Men qarang, baba, shu yoshda shu ish yarashamin-da, hamsalar oldida nima degan odam bo'ldik biz? Bachalarim kim amakisiga alla aytib beradi? Hali amakim zo'r bo'ladi. Buvamga oson bo'lmadi. Zokirjon, Jabborjon, kim amakisiga pampers olib kelsa chupa-chup beraman. Borolki, Bo'rizing olki men bormayman. yur birga boramiz. Agasimsiz, pampers bering bitta. Bu kakras mana Elara baby tagliklari Yaponiya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan. Taglikning ichki qismi paxtadan, ustki qismi bambukdan tashkil topgan. Premium mahsulot bo'lganligi uchun mutlaqo allergiya ham bermaydi va namlikni o'tkazib yubormaydi. Agarda ukajon magazinga kelishga urinsang, uzun marketdan zakaz qilsang ham bemalol bo'laveradi. O'zi kim olyapsan uka? Amakim ha. Ha, agar xohlasang kattalarkidan ham bor, yotoqdami amaking? Yo'q, bir oylik olib. Tushunmadi. Biz ham tushunmayapmiz, shuni beravering qani. Rossiya borgandan keyin to'g'ri ishlab, to'g'ri uyaga, tushundingmi? Har xil qizlar bilan uchrashib, ichib, chakib, puling xarajat qilib yurma. Men telefon qilanda ko'tar. Ko'tarmasang o'zim borib urib o'ldiraman men seni. Sog' bo'linglar. Yaxshi bor. Shu ketmasa bo'ladi dadasi. Yig'lama, o'lmava ketayotgan yo'q. Bacha telefon qilaylik, nima qilib yuribdi? Alo. Ibonangni o'chirib qo'ydimi? Ketdim men xotin. Patirdaman qandayda shu uxlab qolandi, o'zi qaytib telefon uradi. Uxlab qolmagan u. Qizlar bilan yuribdi, men bilaman. Xarakteri menga o'xshaydi. Osmonda qushlar uchganda sog'inib kelgan. Ona, Abi, sen nimaga kelding? telefon qilgan ekan dadam, ko'tara olmadim, shunga keldim. Sen telefonni ko'tarmading, izingdan ketdi Rossiyaga dadang. Ona, dadam ertalab soat 6da telefon qildilar. Rossiyani soat bizdan 2 soat keyinda, u yerda soat 4 bo'ladi uxlab yotandim men. Ketdim men, endi dadam yana bor ekan. Yig'lama muhabbat. Bu bacha Rossiya territoriyasida yo'q. Boshqa davlatga qochib ketan bu. Bizlar alda. Interpol berdi toptiraman bu bachani. Onangga qiyradir qochib ketan qizlar bilan. Kelib ketdi darrov. Yip onangga. Qani? Yip onangga. Ketdim men xotin. Yonimda qoldi. Ona, dadam yo'q ko'rdi. Hozir kelib ketdi dadang seni so'rab. Mana qarang, ishlama, qo'yasizlarmi yo bordi keldi, o'ynab o'tiramizmi dadam bilan? Bu onangga jilli qarinchika. Boshqa davlatga ketib bizlar alda o'tiribdi bu. Xufiyona ish qilibdi bu. Bachangiz hozir kelib ketdi. Nima qilyapsizlar o'zi? Kelib ketdi. Onangga roz yo'lda tutib olaman. Shu qaytayotgandir menimcha. Hozir men bu bachani topsam, urib qo'ydiraman. Assalomu alaykum. Hey! To'dagan? Qayerga ketyapsan? O'yga ketyapman, siz qayerga ketyapsiz? Rossiya seni qidirishga. Furishlama, qo'yinglar qani? Yur-ya. Telefonni nimaga ko'tarmaysan? Dada, Rossiyani soat 2 soat keyinda uxlab yotanda telefon qilgansiz. Qay bir pul bor deb telefon qilib o'tirman shu. Kuni bo'yi ishda bo'lsam, bankka borishga vaqt qayerda? Bankka borish kerak emas, milliy pay bor-ku. Milliy pay bilan Rossiyadan to'xtab dunyoning 200 dan ortiq davlatiga pul yuborish mumkin. O'zbekistonga Uzcard, Humo, Visa kartasiga yoki naqd pul qilib yuborish mumkin. Kommunal yoki boshqa xizmatlar uchun to'lov qilsang ham bo'ladi. Shuningdek, Tojikiston, Qirg'iziston, Xitoy, dunyoning barcha davlatlariga
Visa karta orqali pul yuborish mumkin. Hozir Milliy Payda aksiya ketibdi. 10 ming rubl pul yuborsang 1 tanga beradi. Tangalaring qancha ko'p bo'lsa, Galaxy A17 yutib olishing mumkin. 15 ta Galaxy A17 bor. Aksiya 20-avgustgacha davom etar. Shuni aytish uchun telefon qilaman senga. Oqay zo'r ekan, bilmadim-da hay shuni. Qat telefon qilsang aytamanmi shuni? Birlikda oyning qiziq sho'xlik Qani ertalab bo'ldi Zokirjon birinchi turami, Jabborjon birinchi turami? Ana Zokir turibdi o'sha, ana. Jabbor ham turdi o'sha, ana tualetga ketibdi. Ana kim birinchi tursa, marojni beraman ana. Ana meni bachalarim turibdi ana endi bitta tualetga borib kelamiz. Kim uzoqqa uchursa, yana bitta marojni beraman. Davay bachalar. O't boribki, men marojnim bor. Sen ertaga muxlat qarus. Pulni keltirasan, joyiga qo'yasan. Bo'lmasa kallang uzaman. Bobom telefon qilyapti. 1 ming. Ha baba, Zokirjon, qayerdasan bacham? ko'chada. Kim bu yer birinchi kelsa chupa-chupus beraman. Zokirjon mana bitta chupa-chupus, Jabborjon mana bitta chupa-chupus. Asal bachalarim o'ziman. Menga qarang baba, endi bizlar ham katta bacha bo'ldik. Yosh bacha emasmiz. Men 25 ga, bu 18 ga kirdi. Bo'ldi-da, Ko'p gapirma, men uchun ol yosh bachasilar. Manamni ham yey. Nima qilaman men buni? Ana shu meni nevaralarim ana. Bunisi Zokirjon, bunisi Jabborjon ana. Abi bularni uylantirmaysizmi bu? Ob yosh bachada bular. Bunisi Biri 25 ga to'ylan, biri 18 ga to'ylan. Rostdan uylantiraymi? Ha. Qani bulbullarni ochinglar qani kimi bulbuli katta bo'lsa shuni uylantiraman. Bu yoshda bulbul emas, tuyaqush bo'lganda, ha? Qo'ying unaqa emas, qo'ying. Unangning qizimmi? O'zbirlar onasini indiraman. Taksimi aka, narigi mahallagacha tashab qo'yamiz ani. O'tiringlar. Kim bu? Kim kerak, boboy? Qizim bo'la. Bu siz yigitdingiz, ha? Yo'q, просто tanishim. Tushunarli. Bo'lmasa ketdik Makkapoyaniga. Nima qilamiz Makkapoyda? Bu yoqda odam o'zi hech kim bilmaydi-da. Shuning uchun shu joyga boramiz hozir. O'g'lim, nima ish qilasiz siz? Qaynotam pul yashayman. Qaynotangiz xabari bormi bu narsalardan? Bo'lsa kerak, men qattan bilaman, men bundan so'rayman. Orzungiz bormi bu hayotda bironta? O'limizdan oldin endi bir so'rayapman-da. Orzuyim qaynotam, men shunday qilib o'tirish yelkasi. Orzungizga yetishdingiz bacham. Orzungizga yetishdingiz. Tushunmadim. Yo'q, hozir tushuntiraman. Makkapoyga boraylik hozir. Bo'tganimga keldik, boboy. Hech kim ko'rmaydi-da bu yerda, shuning uchun keldik bu yerga. Va shu yuzdan ketyapsiz, boboy. Mana shu kishi mani dadam. Endi yetib bordimi? Asalim? Bo'yicha tashamisiz? Ha, patsan, nima bo'lyapti senga? Haqqa oyoq qo'ymoqchi eding. Hazillashding-da. Ana bu nuqtaga kel. Gap bo'lish mumkin emas. Qana Madrid. Keyin gratisimiz talpada qolgan urg'ochi kiy gratis. Tushunarlimi? Oyoq mana bunday, qani orqani chiqaramiz, ketdik birga. Hop. Bitta hayajonlanmasdan bosaveramiz. Ye, dada keling. Bular kim? Bular meni yangi kamadam. Bolalar, adamlar tanishamiz. Bu nima qiliq bu? Tuyoq yeyishga tayyorlanibdi bular. Shogirdlarni men uraman, bachangiz o'zingiz uring. Yo'q, bacham siz. Men bular o'ri yangilikda bular. Mana qaranglar, urib mana sherma keltirdingizlar ikkovlaringiz. Qarab o'tiringlar, endi bu olib kelaman, hozir ko'rasizlar. Hamshaya. To'xtang. Ha? Nega urasan, Mirza Terak? O'tir Ismat. Ona bilan ham o'tirib gaplashamiz, Ismat. Kim bu? Mana qarang bu hamsayamiz ana shu yomon tepadi men. O'zingiz gaplashing. Ismat? Hamsangi men ham ursam maylimi? Ibi mo'ylovingga u bitishkur, nega tepasan biron bolasi? Tug'ishib qo'yurmiding? Men tonimadingizmi? Bacha paytim siznikidan sut olib ketaytmaysiz? Senga sut bergan sigirimda yelini chirasan. Nega urasan bolani? Ayt Ismatjon, ayt. Beqilib o'ynaydi diskotekalarda. Shunga. Bitta ko'rsat o'zing. Ko'rsat.
Ana, ko'ryapsizmi uni? Ko'ryapsizmi? Ana shunday o'ynaydi-da. Nimasi yomon? Nimasi yomon Ismat? Zo'r o'ynaydi. Yaxshi-ku. Yaxshi-ku. O'zing qanday o'ynagansan? O'zing qanday o'ynagansan? Senga shunday o'ynash yoqyaptimi? Ha, o'zimga yoqadi. O'yna bolam. O'ynayveraymi? O'yna. Sana nima o'tiribsan? Tur o'yna. Har.